Audio kitob Ilohiy qonunlar. Muallif Odilxon qori Yunusxon o'g'li. Mas'ul muharrir Davron Nurmuhammad. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohiy sunnat nima? Sunnat so'zi arabcha so'z bo'lib, odat, yo'l degan ma'nolarni anglatadi. Ilohiy sunnat esa ilohiy odat, ilohiy qonunni ifodalaydi. Ilohiy qonun butun bashariyatga taalluqli bo'lib, unga bo'ysunish yoki bo'ysunmaslikka qarab, insonning hayoti baxtli yoki baxtsiz, saodatli yoki halokatli bo'ladi. Bunga kim xohlasa ishonsin, xohlamasa ishonmasin. Ammo hayotimizdagi yutuq yoki yo'qotishlar ana o'sha qonunga amal qilishimiz yoki qilmasligimizga qarab bo'layotgani ayni haqiqat. Bu qonun biror makon yoki zamon tanlamaydi. Unga amal qilinsa saodatga, amal qilinmasa qayerda bo'linsa ham xorlikka yuz tutiladi. Misol uchun, Allohning qonunlaridan biriga murojaat etsak: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Kim mening zikrimdan yuz o'girsa, albatta unga tor hayot bo'lur. Toha surasi 124-oyat. Butun dunyoga egalik qiladigan darajada boy yoki jahon tan olgan obro'li odam bo'ling, agar Allohning zikridan, ya'ni Alloh taolo ko'rsatgan yo'ldan yuz o'girsangiz, torlik, mashaqqat va qiyinchilik hayotiga duchor bo'lasiz. Hayotida faqat omadsizlikka yuz tutayotganlar biroz tafakkur qilsa, ushbu oyatning tasdig'ini ko'rishi mumkin. Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday marhamat qiladi. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Allohning avvaldan kelayotgan sunnati, odati va Allohning sunnatini esa o'zgartirish topa olmassiz. Fath surasi 23-oyat. Allohning sunnati, ya'ni qonunini hech kim o'zgartira olmaydi. Eng muhimi, bu qonunlar adolat bilan joriy qilingan. Innalloha la yazlimu mithqal. Albatta Alloh zarracha ham zulm qilmas. Niso surasi 40-oyat. Demak, ilohiy qonunlarda zulm yo'q. Albatta Alloh odil va mehribon zotdir. O'zgarish borasida Allohning sunnati. Insonlarning aksariyati yomon holatdan yaxshisiga, zaiflikdan kuchlilikka, torlikdan kengchilikka, faqirlikdan boylikka o'tishni xohlaydi. Ya'ni yaxshilik sari o'zgarishni istaydi. Ammo o'zgarish uchun nima qilmoq kerak? Buning uchun Allohning qonuniga amal etmoq lozim. Shunda albatta ijobiy tomonga o'zgarish mumkin. Alloh taolo Ra'd surasining 11-oyatida bunday marhamat qiladi. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh bir qavmdagi narsani toki ular o'zlaridagi narsani o'zgartirmagunlaricha o'zgartirmas. Demak, o'zgarmoqchi bo'lganlar
ushbu ilohiy qoidaga amal qilishsa, albatta yaxshilik sari o'zgara boshlaydilar. Bo'lgan voqea. Allohning hidoyatidan yiroq bir holda hayot kechirgan, gunohning barcha turlarini qilgan kishi bundan 10 yil ilgari bo'lib o'tgan voqea haqida so'zlab berdi. Ramazon oyida otam uyda iftorlik qilganida domla Alloh bir qavmdagi narsani toki ular o'zlaridagi narsani o'zgartirmagunlaricha o'zgartirmas oyatini tafsir qildi. Imom so'zining oxirida mana shuni sinab ko'ringlar. Agar men aytganim yolg'on chiqsa, hammaga meni yolg'onchi domla deb e'lon qiling dedi. Uning gapidan qattiq ta'sirlandim. Imom ketgandan keyin gunoh bilan o'tgan umrimni eslab tuni bilan rosa yig'ladim va imom aytganidek qilgan gunohlarimdan birma-bir voz kechdim. Oradan 4 oy o'tib 5 vaqt namoz o'qiy boshladim. Shayx hazratlarining kitoblarini mutolaa qildim. Qur'on yodlashga tushdim. Natijada Alloh zulmatli hayotimni nurga to'la go'zal hayotga o'zgartirib qo'ydi. Oyatga e'tibor berilsa, salbiydan ijobiyga, yomon hayotdan yaxshi hayotga o'tish uchun birinchi qadamni banda tomonidan tashlanishi kerakligi aytilmoqda. Ya'ni, gunohlarni tark qilishga o'tsak, Alloh bizni yomon holatimizni yaxshi holatga o'zgartiradi. Hayotimiz ijobiy tomonga o'zgarishi uchun kerak bo'lgan yomon odatlar haqida biroz to'xtalib o'taylik. Birinchisi, namozga beparvo bo'lib yurganlar hayoti yaxshi bo'lishini istasa, namozga e'tibor berishi kerak. Ikkinchisi, g'iybatchi g'iybatini tark qilishi kerak. Uchinchisi, hasadchi hasadini tark qilishi kerak. To'rtinchisi, badgumon yomon gumon qilishni to'xtatishi kerak. Va beshinchisi, chaqimchi odamlar orasini gijgijlab buzish illatini tark qilishi kerak. Bu borada har bir inson o'zidagi illatni yaxshi biladi. O'sha illatlardan qutulsa, uning hayoti albatta yaxshilik tomonga o'zgaradi. Alloh bunday marhamat qiladi. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا Biz uchun jiddu jahd qilganlarni o'z yo'llarimizga hidoyat eturmiz. Ankabut surasi 69-oyat. Demak, Alloh uchun qo'yilgan qadam aslo zoye ketmaydi. Banda Allohga qaytsa, ya'ni gunohlarni tark qilib hayotini o'zgartirishga intilsa, osmonda nido qiluvchi bir farishta falonchini tabriklanglar, u Alloh bilan yaxshilik sari o'zgarish haqida shartnoma tuzdi der ekan. Masalaning ikkinchi tomoni. Ibodatda, taqvoda, parhezkorlikda mustahkam bandalar borasida o'zgartirish qoidasi qanday bo'ladi? Ilohiy sunnat, ya'ni ilohiy odat, qonun 2 banddan iborat. Birinchi band: yomonlikdan yaxshilikka o'zgarishga kirishsang, seni xayr va baraka sari chorlab, hayotingni ijobiy tomonga o'zgartiraman. Ikkinchi bandi: agar xayr, baraka, yaxshilik va taqvoda bo'lib turgan bandam yomonlik sari, ma'siyat sari, isyon sari o'zgarishni boshlasa, undan bu ne'matlarni olib qo'yaman qoidasidir.
Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday marhamat qiladi. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Allohning bir qavmga in'om etgan ne'matini to ular o'zlaridagi narsani o'zgartirmagunlaricha Alloh ularni o'zgartirmas. Anfal surasi 53-oyat. Tarixda Yamanning janubida Saba degan qavm yashagan. Son sanoqsiz noz-ne'matlar, go'zal bog'-rog'lar, barcha sharoitlar muhayyo, yerlari unumdor va serhosil edi. Hatto bir ayol boshida savat bilan daraxtlar ostidan o'tsa, daraxtdan to'kilgan xurmolar bilan savat to'lardi. Ammo ular bu in'omlarga shukrona sifatida Allohga yuzlanish o'rniga gunoh va ma'siyat tomon ketishdi. Natijada Alloh ularning bu farovon hayotini xorlik hayotiga o'zgartirdi. Alloh bu haqda Qur'onda bunday deydi: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Saba qavmi Allohdan yuz o'girdilar. Bas ustilariga arim selini yubordik va ikki bog'larini achchiq mevali yulg'unzor bog'ga aylantirdik. Saba surasi 16-oyat. Arim so'zi katta toshlarni oqizib keladigan kuchli sel degan ma'noni bildiradi. Ba'zan hayotda mol dunyosi ko'payib, salbiy tomonga o'zgarishni boshlagan kimsalarni ko'ramiz. Ular faqirlik vaqtida namozga polvon, farz, nafl ro'zalarni qoldirmay tutadilar. Ammo afsuski, ozgina dunyoga ega bo'lishlari bilan namozga beparvo, nafl ro'za u yoqda tursin, farz ro'zaga ham dangasalik qila boshlaydilar. Alloh asrasin. Natijada Alloh taolo bergan mol dunyosini bir zumda olib qo'yadi. Yaxshilik sari o'zgarishni istasak, o'zimizni o'zgartirishimiz va yomon odat, gunohlarni tark qilishimiz lozim. Agar xayr, baraka va yaxshilikda yashayotgan bo'lsak, ushbu ne'matlar qo'limizdan ketmasligi uchun ibodat, taqvoda bardavom bo'lib, yanada Alloh sari yuzlanishimiz talab etiladi. Ammo aksini qilsak, Alloh qo'limizdagi noz-ne'matlarni olib qo'yadi. Alloh, azizligim va buyukligim, arshdan oliyligimga qasamki, qishloq ahli bo'lsin, bir xonadon ahli bo'lsin, yoki chekka joydagi bir odam bo'lsin, men yomon ko'rgan ma'siyat va isyondan, men yaxshi ko'radigan toat va ibodatga o'tsa, o'zini o'zgartirsa, men u yoqtirmaydigan azobimni u yaxshi ko'radigan rahmatimga o'zgartiraman, deb marhamat qiladi. Audio kitob Ilohiy qonunlar. Muallif Odilxon qori Yunusxon o'g'li. Mas'ul muharrir Davron Nurmuhammad. Matnni Abdulqayyum Ismoil o'qidi. Audioni Subhan Muslim tayyorladi. Davomi bor.